Nima uchun bu mavsum Arsenal chempion bo'ladi? Bu mavsum hamma top jamoalar inqirozda. Hatto mavsumni yomon boshlagan Man United hozir 3-o'rinda. Asosiy raqobatchi Man City o'tgan yillardek barqaror emas. Agar Holland gol urmay qo'ysa, yopiq jamoalarga qarshi muammo bo'lishi mumkin. Xuddi Arsenaldek City ham 4 ta turnirda ishtirok etyapti. Ammo bitta katta farq bor. Cityning Chempionlar Ligasi play-offdagi raqiblari kuchli. Aksincha Arsenal esa play-offdagi eng oson yo'l. Jamoa xarakteri o'zgardi. O'tgan mavsum ochko yo'qotgan o'yinlarda hozir Arsenal g'alaba qozonmoqda. Masalan, oxirgi turdagi Chelsea ga qarshi g'alaba. Avvaliga Arsenal yutmas edi. Zaxira. Bu mavsum Arsenalda har bir pozitsiyada ikkitadan o'yinchi bor va Artetada tanlov bor. Himoya chizig'i esa nafaqat mustahkam, balki hujumda ham xavfli. Saliba va Gabriel hozirda APLning eng yaxshi juftligi. Agar o'yin o'xshamasa, Arsenalda planida bor. Bu standartlar burchak to'plari bo'yicha Arsenalga teng keladigani yo'q. To'g'ri, hammasi Man Cityga qarshi o'yinda hal bo'ladi, lekin menimcha bu jamoa kamida bu uchrashuvda yutqazmaydi, chunki bu jamoa ulg'aydi.